Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Rahimkids bog'chasi, Shayxontohur tumanidagi bog'chamizni aylangani keldik. Hozir bu qatorda biz menimcha yagona bog'chamiz, chunki bu yerda hamma yoq dorixona. Chunki to'g'rimizda Toshmi klinikasi bor. Toshkent tibbiyot akademiyasining klinikasi bor. Bizni bo'lsa bog'chamiz ham aynan shu yerda joylashgan. Maktabimizga yaqin bo'lgani uchun va aynan shu yerda bizga qulay yaxshi joy chiqqani uchun birinchi bog'chamizni shu yerda boshladik. Bog'chamizga kirganimizda o'zi mana tashqarida o'zimiz turargohimiz bor. 3 qavatli bino bu. Boshida kirganimizda bizda mana bunaqa joyi bor. Ya'ni bu appendix desa ham bo'ladi. Ya'ni ortiqcha bo'rtib chiqqan joyi. Buni qo'shimcha yopganmiz alohida shisha bilan. Nimaga desa, bolalarning oyoq kiyimlari mana shu yerda almashtirishadi bolalar. Oyoq kiyimini olib kirib ketadi, ham o'tiradida. Shuni ya'ni ichki oyoq kiyim deymiz yoki almashtiriladigan oyoq kiyim deymiz. Shuni almashtirib keyin kirishadi ichkariga. Va ota-onalar ham mana shu yerda kutish zali qilganmiz ota-onalarga. Ota-onalar mana shu yerda bolalarni kutib turishadi va bolalar chiqqandan keyin olib ketishligi mumkin bo'ladi va undan tashqari ko'chani yuzi bo'lgani uchun bolalar birdaniga yugurib chiqib ketib qolmasligi uchun ikkita eshik qilganmiz, xavfsizlik, issiq sovuq almashishlari uchun. Keyin ota-onalar kutib turgan paytda bog'chadagi qonun-qoidalar bilan tanishishadi, maslahatlar, nima o'zgarishlar bo'lyapti bog'chada, bu hafta mana nima ishlar qilyapmiz, hammasi yozilgan bu yerda. Va gullarni ko'rib turgan bo'lsangiz, bog' hali ko'p ko'ramiz. Bog' ichkarini aylanganda bog'chamizda juda ham ko'p tabiiy gullar bor va buni bog'cha mudiramizning o'zi va jamoali birgalikda parvarish qilishadi bu gullarni. Ya'ni bolalar tabiiy flora o'rtasida katta bo'lishadi. Eshik og'ir ochiladi, ya'ni ochilishi oson emas. Bu atilabdan qilingan, bolalar ochib olmasligi uchun mustaqil. Ochganimizdan keyin, demak mana bu bog'chamizning kiraverish qismi. Bu yerda ota-onalar kirishligi mumkin bu qismgacha. Ya'ni mana bu joyda divanimiz bor. Divanga kirib o'tirib bolalarni kutib turishligi ham mumkin. Bu yerda bolalarni mana shu ikkita guruh bor. Mana shu ikkita guruhni shkoplari joylashgan. Ichki oyoq kiyimlari, o'zining ustki kiyimlari hammasi shu yerda turadi. Mana bu yerda yana gullarni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bo'lsa bog'chamiz yasatiladi qaysi mavsumligiga qarab. Kuzda hozir mana bu yerda barglar, qish kelganda qor parchalari bo'ladi. Shunga qarab har xil bezatishlar bo'ladi. Bog'chadagi bu yerdagi qilinayotgan, ko'zingiz bilan ko'rib turgan gullar bormi, yasatishlar bormi yoki har xil mana osilgan rasmlarmi, bular 90% qo'l mehnati. Xo'p, biz birinchi qavatimizda bu demak medsestra xonasi yoki hamshira xonasi. Bolalarda bizda massaj bor. Sog'lomlantiruvchi massaj har bitta bola oladi. Qo'l, oyoq qiyshiqligi, suyaklarni yaxshiroq demak qotishi, mushaklarni rivojlanishiga yordam beradi massaj. Biz o'zimiz shifokor bo'lganimiz uchun massaj foydalarini ko'p his qilganmiz va bolalarga ham shu har bittasiga massaj qo'yganmiz. Birinchi qavatda ikkita xonamiz bor, ular yonma-yon. Xo'p, kira olamizmi? Bolalar uxlayotgan ekan hozir. Buni videolari olingan, mana shu joyda qo'yib yuboramiz hozir. Demak, bu yasli guruhlarimiz. Yasli guruhlar bu kichkina bolalar. Yasli guruhida hozir bizda eng katta o'zgarishlardan bu bolalarni ko'nikib keta olishi. Ya'ni bolalar kelyapti, bir haftada ko'nikib ketyapti. Odatda bu 2 yoshli, 2-3 yoshli bolalar onasidan ajralishi qiyin. Lekin bizda bir haftada bolalar kelib moslashyapti va bu yerda ota-onaning asosiy xohishlaridan bittasi bolalarni o'sha pampersdan ozod qilib berish, ya'ni tuvakka o'tiradigan qilib berish bolalarni va o'sha so'rg'ich deymiz, shu so'rg'ichdan ham qutultirib berishimiz kerak bo'ladi va bu ishlarni ham qilyapmiz. Mana ko'rganinglardek oyog'iga bakela kiyib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu yerda demak mudiramizning xonasi joylashgan. Ota-onalar, yangi kelgan ota-onalarimiz yoki hozirgi mavjud ota-onalarimiz kirib, menimcha mana shu yerda gaplashishadi. Endi hozir biz bemalol kirsak bo'ladi, chunki o'zlari yo'q ekanlar hozir xonalarda. Demak, nima bor mana bu yerda? Ota-onalarimiz kelib mana shu yerda o'tirishadi va mudiramiz bilan gaplashishadi. Bu yerda kamera bor. Demak, butun bog'chani mudiramiz ko'rib turadi. Va kitoblar, tabiiy, asosan pedagogikadan bo'lgan kitoblar. Bu yerda bo'lsa mana hozir ekishga tayinlanayotgan gullar, ya'ni suvga solib qo'yilgan va bular rastok deydi. Ya'ni ildizot bo'lgandan keyin boyagi gullarni tarqatib olinadi. Bu yerdagi rasmlar bo'lsa bog'cha hayoti. Bog'cha hayoti, bu yerda mana tarbiyachilarimiz, mani o'g'lim ham rasmini qo'yib qo'yishibdi, ko'rsatmaymiz lekin. Mana ikkita farzandim ham shu yerda o'qiydi. Mana bu yerda mana bog'chamiz jamoasi ko'rib turganingizdek milliy kiyimda turishibdi. Bu bizning bog'chamiz shahardagi juda ham kam sonli o'zbek bog'chalaridan, ya'ni asosiy tilimiz o'zbek tilida bilan. Hop. Hop, bu yerda endi kirib holimizni ko'ramiz. Bog'chamizda holichasi bor, kichkina. Bu yerda ham mana bolalarning rasmi osilgan.
ba'zi rasmlarni ota-onalarni o'zligi olib kelib berishgan. Ba'zilarini shu bog'chani o'zida o'zimiz suratga olganmiz. Xo'p, bu bog'chamizni demak hovlisi. Kichkinagina hovlimiz bor, lekin mana shu hovlini o'ziga bolalar kuniga 3 mahal chiqadi. Ertalab badan tarbiya shu yerda bo'ladi, har bitta guruhniki. Keyin obedda, ya'ni tushlikda bitta aylanishga chiqishadi va kechki sayrga ham chiqishadi shu yerda o'zida. Endi shaharda hozir katta hovli muammo bo'lib qolgani uchun hozircha mana shu hovlidan foydalanib turibmiz. Bittagina daraxtimiz bor, o'rik shakli. O'rik daraxtimiz bu yerda mana o'ynashar edi. Hozir endi yomg'ir bo'lgani uchun bu o'yingohlardan foydalanmay turishadi. Hop, bu yerda demak o'zimizning xodimlarning xonasi va kiyimlar yuviladigan joylar va bu yerda oshxonamiz bor. 3 mahal asosiy ovqat beramiz va 2 mahal snack beramiz, ya'ni yengil taom beramiz. Bizda hammaga bitta ovqat qilinadi va ba'zi bolalarga maxsus ovqatlar ham qilinadi. Ba'zi ya'ni allergiyasi bor bolalar yoki ba'zi ovqatlarni yolmaydigan bolalar bo'lsa, ularga alohida ovqatlar ham qilamiz. Hop, bu yerda basseynimiz bor. Bog'chamizni yopiq qishki basseyn desak bo'ladi. Hop, chiroqlarini yoqdik mana. Hozir bu issiq turibdi. Ya'ni basseynimiz bog'chamizdan issiqroq boshqa xonalarga qaraganda. Ham bog'chamizda, butun bog'chamizda basseynda ham bizda batareyalar bor isitishga va tagidan issiq pol ham o'tkazilgan. Suvini ko'rib turganingizdek toza, basseyn unaqa chuqur emas, bolalar cho'kib ketish xavfi yo'q. Va suv har 3 haftada yangilanadi. Bundan tashqari filtrda doimiy tozalanib turiladi. Qishda haftada 3 marta cho'miltiramiz bolalarni. Kelgan bolalarning katta qismi, jumladan meni farzandlarim ham suvdan qo'rqishi yo'qoldi. Bolalarim suvga tushgisi kelmasdi, qo'rqardi, cho'milmasdi, suzishni o'rganishyapti va tajribada sezdikki, suzish bilan shug'ullangan bolalarda sekin-sekin duduqlanish ham yo'qolib borar ekan, ya'ni yo'qolib ketdi. O'quvchilarimizda ham shunaqa bo'ldi. Yozda bo'lsa 5 kun bo'lsa bog'cha, 5 kun davomida bolalar basseynga tushadi. Shuning uchun ham yopiq basseyn qilganmiz. Bolalarni chiniqtiradi, duduqlanishini kamaytiradi, suzishni o'rgatadi, suvdan qo'rqishini kamaytiradi. O'zi har bitta bola o'z yoshligidanoq suzishni bilishi kerak. Bu yoqqa oyoq kiyimimizni yechib, yuqori qavatlarga chiqamiz. Ikkinchi qavatga ketamiz hozir. Hop. Devorlardagi rasmlar ham, qo'lda chizilganlar ham, ko'p qo'lda chizilgan. Mana bu paxta o'simliklar, buni gerbariy desak bo'ladi. Gerbariy yoki shunga o'xshagan quritilgan o'simlik, bu ham qo'lda qilingan. Mana ikkinchi qavatga chiqdi. Va alaykum salom. Yoqsa bo'ladimi? Bolalarimiz salom berishyapti mana bizlarni ko'rib. Xo'p, mana ikkinchi qavatdamiz. Bu yerda demak bizda 1, 2, 3 ta, 4 ta xonamiz joylashgan. Yo 5 tamikin. 5 ta xonamiz joylashgan. Xo'p, mana shu demak xonaga kirsak bo'ladi, bo'sh xonamiz. Qolgan xonalarning videolari olingan. Mana bu xonalarimizning hajmi. Taxminan bu eng kichkina xonalarimizdan bittasi. Har bitta xonamizda mana 3 ta yoki 2 ta oyna bo'ladi. Har bitta xonamiz bezatilgan bo'ladi mana shunaqa. E'tibor bersanglar mana bu ham qo'lda qilingan milliylik, urf, demak qalampir do'ppi, paxta, uni o'sib chiqayotgani, ya'ni milliylik urfida qilingan bug'doylar. Va har bitta xonamizda shkaf bor. O'zimizni yashil rangda bolalar bu yerda o'tirib demak nimadir qilishligi mumkin. Shkafda narsalari turadi, o'yinchoqlari turadi. Va mana shu xona, dars xonani demak standart hajmi bizda. Har bitta xona yorug', chap tarafdan yorug'lik tushib turadi va havo aylanadi. Mana shunaqa xonadan demak bizda bu qavatda 5 ta sanuzul koridor oxirida bitta qilib joylashgan. Xo'p, o'rta guruhlarimiz asosiy ularda bo'ladigan o'zgarishlar bu odatlar. Biz bog'chalarimiz odat o'rgatamiz deganmiz bog'chamizda va o'sha odat shakllantirish jarayonlari aynan shu yoshda boshlanadi. Yuqori guruhlarimizda kitob o'qish asosiy o'zgarish. Yuqori guruhlarimizda asosiy o'zgarish ular kitob o'qiydi va maktabga tayyorlanadi. O'rta guruhlarimizda bo'lsa odat shakllanish va she'r yodlash jarayoni kuchli. Bu yerda mana sport zalimiz bor. Sport zalimiz bor. Bu ham keng, 3 ta oynasi bor, yorug'. Qizlarniki, qizlarning sport zali demak. Hop. Bu yoq tarafda bizda demak faollar zali deymiz. Bolalar teatr qo'yishadi bu yerda va har oy ota-onalarimizga trening bo'ladi bog'cha mudiramiz tomonidan. Bola tarbiyasi bo'yicha, bog'chadagi o'zgarishlar bo'yicha. Bundan tashqari har oy kelib ko'rishadi, ota-onalarimiz ovqatlarimizni tatib ko'radi, chunki mavsumiy o'zgarib turadi bizning menyuyimiz. Mana shu yerda bo'ladi treninglar. Biz o'zimizning oilamiz ham kelishyapti, ya'ni mana bu faollar zali. Bolalar bilan har xil tadbirlar ham aynan shu yerda bo'ladi. Ko'rib turganingizdek koridorlarimiz, ya'ni yo'laklarimiz keng.
Xonalarimiz keng, har bitta xonada koridorda oxirida sanuzellar bor. Hop, mana bu yerdagi xonalarni ham deyarli tugatib olishibdi. Sekin-sekin mana bularni ham yaxshilab qarasangiz, mana qo'lda qilingan, qo'l mehnatlar. Mana o'zimizning jamoa qilib chiqishgan. Mana shu bog'chamiz. Mudiramiz ham shu yerda ekan, mana ijod qilayotgan ekanlar. Intervyu olamizmi ustoz sizdan? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Alhamdulillah, rahmat. Mudiramiz shu yerda ekanlar, mana guruh ixtiyorimni. O'zlari ham ozgina bog'chamiz haqida hozir gapiraveradi. Aylantirib chiqdim, ijodkor chiqdim. Yoqdimi bog'chamiz ota-ona sifatida? Bu 3-qavatimiz nulvoy sinflarimiz bo'ladi bu yerda. O'sha maktabga tayyorlov guruhlarimiz, o'sha uchun xonani tematik bezatyapmiz. Bu akvarium olami bo'lsa, u kosmonavtlar deylik, keyingisini fiziklar xonasiga moslab anaqa qilmoqchimiz. Lekin hamma xonamizda milliy burchagimiz bor. Ya'ni o'zini tematikasiga moslab milliy burchak qilishga harakat qilyapmiz. Shunaqa bolalarimiz yaxshiroq nima deydi, chiroyli narsalarni ko'rish uchun, tasavvuri rivojlanishi uchun, keyinchalik o'zi ham fantaziyalaridan kelib chiqqan holda ijod qilish uchun. Charchamanglar. Rahmat ana. Ijodda o'rtasida ushlab oldik va boya aytish esimdan chiqibdi. Har bitta xonada, tabiiy biz o'zbek bog'cha bo'lganimiz uchun milliy burchak bor. Ya'ni bolalar o'zbek ona tilini, madaniyatini ko'rib katta bo'lishi uchun har bitta xonada tagida uni o'zbekligini eslatib turadigan, demak bir nimadir applikatsiyalar yoki dizayn elementlari qilingan. Bog'chamizda demak asosiy 3 ta narsaga e'tibor beramiz. Bu demak bolalarni sog'lom ovqatlanib, sog'lom bo'lishi, shuning uchun ham sportlarimiz bor, basseynlarimiz bor, massajlarimiz bor va bolalarni odatlari bo'lishi, foydali odatlari bo'lishi, 2 ta odat o'rgatamiz. O'sha ishini taqillatib kirish, salom berish, qo'l yuvib ovqatlanishga o'xshagan va kitob o'qishga e'tibor beramiz. Ya'ni bolalar yoshlikdan kitob o'qib katta bo'lishi kerak. Ya'ni 5 yoshda, 5,5 yoshda ular nafaqat harf tanishi, balki kitob o'qiy oladigan bola bo'lishi kerak. Ana shuni ustiga qurilgan bog'chamiz demak. Tabiiy boshqa bog'chalarda bo'lgan robototexnika bormi, tillar to'garaklari bormi yoki qanaqadir mantiq darslari, bular hammasi biz bog'chamizda ham bor, lekin biz bularni reklama qilib tarqatmaymiz, chunki bu eng asosiy narsa deb bilmaymiz. Bola yoshligidayoq madaniyat shakllanadi, odatlari shakllanadi va kitob o'qishga muhabbat uyg'onadi. Shuning uchun ham biz yoshligidan shu narsaga e'tibor beramiz. Mana bu bog'chamiz 1100 kvadrat, kichkinagina hovlimiz bor. Hozir 70 tadan oshdi, 80 taga yaqinlashib qoldi o'quvchilarimiz soni. O'zimiz farzandlarimiz ham shu yerda. Yana kelsangiz, o'zingizni ham bitta aylantirib chiqamiz. Rahmat, salomat bo'linglar.